Assalomu alaykum, hurmatli chorvador akalar. Xudo xolasa aka-ukalar, kechki dasturlarga inshaalloh sizlar uchun har doimgidek ishdan charchab kelgan akalarimizga imkon qadar arzonlarini va sifatlarini oxiriga olib qo'yapmiz. Akalar, gapning ma'nosida nima demoqchimiz? Xudo xolasa ishdan charchab kelgan akalarimiz bo'lsa, mabodo bugun oyligim chiqdi. Xudo xolasa bir xunojimmi, novvoscham olib qo'yaman degan akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa akalar ekran qarshisiga yaxshilab joylashib, iloji boricha chiroyli kuzatib borasiz. Bugun rivojlanganimizdan inshaalloh yangi partiyalarimiz keldi. Har doimgidek qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bozor kuni video qo'ygandik, mana bugun seshanba yangi partiyalarimiz sizlar uchun. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Inshaalloh Sarag'ishli odamiz. Mana bunday puli yengillardan olaman degan akalarimiz bo'lsa ham video sizlar uchun. Bitta like'ni muxlab qo'yasiz, biz chiroyli ma'lumotni rivojlanganimizda olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Azbek. Kelib oldingizmi? Kelib oldingizmi aka? Rahmat, o'zingiz ham kelib oldingizmi? Bardan baxmat. Azbek qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bizda Turkiyacha novvos sunojini tayyorlashga Hamyon bop, hamma bop. hamma bor. Xudo xolasa pullari ham ilojini boricha imkon darajasida yengilroq qo'yishga harakat qilamiz uka. Inshaalloh. Monolar hasansi hamma potizrami? Bittasini novvos ekana? Bittasi novvos, bittasi sunojin uka. Inshaalloh gap. Xudo xolasa Bugunga son nechta aka? soni bir 15 ta 16 ta bor uka oynoy. Yebachalar sinovda o'tkazib qo'ydingizmi? Yebichalar bir hafta sinashaveradi uka yana. Biz o'tkazdik. Yana bir hafta sinov muddati bor. Bemalol sinab. Xo'p, qaysi tarafdan sekin kitobni Mana shu ochamiz? kichkintoydan boshlaymiz uka, bosh Ketaveramiz, kichkintoydan, ha. Aka-ukalar, xudo xolasa shu yerdan chiroyli qilib kitobini ochib, narx-navolarni boshlab qo'yib boramiz, kuzatib boraverasiz. Nechtasini qo'yasiz? Bu bitta hunojin uka. Puli yengil, ha? Puli yengil, xudo xolasa ilojini boricha yengillashtiramiz. 90 ga olishaveradi uka, mana. 90. Ha, hali metrda ko'rinmay qolmasin deb ataynab bitta. Metr yotmaydi qani. Ha, yotmaydi qanmetr, sinmaydi, netmaydi. Realnisini ko'rsatadi. Bu bitta baqa surib yuboringchi. Bu uka mana shu bitta o'zi hunojin. Yosh oyligi qanaqa aka? Yosh oyligi 2 oy, 3 oylik atrofida Azbek. Mana aka. Xudo xolasa obunachilarimizga yengil-yengil qo'yib berarsiz, ha? Xudo xolasa uka, hading. Olsin buni 7,5 million so'mga uka. O, katta harfda yozib qo'yar ekanmiz, ha? Kamini qilamizmi? Kamsiz ish bitmaydi uka. Ha, 7 million 300 yozaymi? 7 million 300 emas, 7,5 yozaroq telefon qilsa chiroyli kamini qilib beraman uka yana. Kulib gapirganingiz yana savdosi bormikin deb pinta. Savdosi bor yana uka, xudo xolasa. 50 ming 100 ming bo'lmaydi-a? Yo'q, chiroyli kam bo'ladi uka. Akalar, xudo xolasa boshiga xunojimni birinchisi mana, keyingisiga Ikkinchisiga mana o'si. Hop. mana yana bitta yaxshi holatdagisi. Bu ham hunojin. Ishqibozlariga badani zo'r. Mana. Mana. Hajjoning hisobi turishdi qarang. Maza qilib boqsin. Kallasi ham 4 burchak kallagan, tuyog'ini qarang, to'ta tuyog'ini. Bu ham bo'yi shunaqa, Ha, prosta ko'chati bor. ko'chati bor, 90 ga olishaversin. 1-2 sant balandroq bo'lishi mumkin, kamroq bo'lishi mumkin. Hop, narxi uka hading. Bu baqa surib o'tkazib yuboraveringchi, to'sib qolyapti, rasan. 9 million 200 ming so'm berishadi. Kamini qilib beraman yana uka. Kami bor-a? Ha. Endi buni baqa surib yuboring. Mana aka-ukalar, 9 million 200 ming so'mga xudo xolasa savdo sunnatiga chiroyli siylab beradigan joylari bor. 9 million qo'yib beravering-chi. Olsin uka 9 million so'm. Yana 200 ming boshlayapsiz-a? Mana akalar 9 million Endi so'mga 9,5 qo'ymadim asli. 9 million 200 ming dedim. Bir marta aytdimda so'radingiz mayli. Bo'ldi. Sajangizni qaytarmay uka. Ketaveradi-a? 9 million so'mga yana xayrig'ini qilib beraman. Telefon qilsa savdosi bor. Hop, novvoschasi. Erkaklarimi? Bu erkaklar uka. Shved shaydolariga aka-ukalar mana buni qarang. Xudo xolasa kallasiga ham bitta e'tibor berib qo'ying. Bu sal arqonga tushmaganroq ekan uka. Unaqasi bo'lib turadi, ko'p chiqyapti. Mana. Dalani vajida bular mana. Xudo xolasa oyoq qo'llari ham yaxshi, yosh o'ylaglari to'rayli atrofida ekan. Ha, shunaqa to'ray atrofida uka. Nech pul deymiz aka buni? Uka bunga hading 11 million berishadi, o'tib beraman yana uka. Zo'r bo'ldi. Aka-ukalar 11 million so'mga o'ta chiroyli narx oldi. Xudo xolasa bo'laveradi. Ish bitadi. Bitadi, telefon qilsa ilojini boricha. Yana xudo xolasa Bag'i endi buqachalar. Hop, mana siz bor uka. Hop, bo'ylari hozir bitta ko'rsatib o'tib ketayga bag'ina. Sehrli metringiz bor-a? Sehrli metrdan bitta ko'rsatib ko'ring. Sinmaydigan, bukilmaydigan metr. Borini bor aytadi 95. 95 ga olishaveradi uka. Tamam. Buni olsin 12 million 800 mingga yana kamini qilib beraman uka. Chiroyli qilib.
Bo'ldi. Hop, Yaxshi mana. Obunachilar, xudo xolasa arzon qimmatligini chiroyli fikrlaringizni izohlarda qoldiramiz. Yaxshi holatda mana. Keyin sekin kattalashib boraveramiz. Holat sifat sortiga qarab ha, endi qora va sekin. dolamanning akalarimizga kesimini qarang. Yoshi kattaga sari mana bunday eniga, bo'yiga o'sib boraveradi. O'zini ko'rsatib, kalla oshlari ham xudo xolasa yaxshi holatdagina. Jon sog' bo'lgin. 1 metr chiqaveradi, ha? 95 plyusga olish olsun. Ketaveradi bu ham. Narxi nima deymiz aka? Narxini 13 millionga olsin, kamini qilib beraman. Chiroyligina kaymi bor. Bor. Hop, Keyingisi. mol olishni bilmasang, targ'ilar, To'g'ri. talg'il deydi-yu. Mana ba'dan Zaten tekda bo'ladi sizda. bo'ladi unaqa narsalar. O'zim ish qilib olib turaman. To'g'ri. Go'shtga yaxshida bo'ladi, bo'rdog'iga targ'illar. Bo'yi necha? Bo'yi 95, bas 1 metr bo'lsa kerak. Ha, metrni qo'yingchi, 95 deb bermang. 95 ming. Endi aytib qo'y, 1 metr ekan, uka. 1 metr. 95 plyusga olasiz. Ketaveradi, baqa suringchi. Ketaveradi. Endi material qo'shadi, hali bo'yini ham endi unaqa savdolashmaylik-ku. To'g'ri. Janavar qatur bo'luvchi. Turmas ekan, qanaqa yopishib qolibdi-ku bu. Mana molni yaxshi ko'rgan shekilli. Ha, Ha? shunaqa shekilli. Sevarganda. Qana. Nima deymiz aka, narxi mana bitta maqtanib qo'yaychi. Narxi bilan mukaharing. 12 million 500 ming berishadi. 12 milliondang. 12 million 500 ming berishadi. 12 million 300 ming mana, bob baraka, keng. 12 million Barakasini bersin, olsin, maza qilasin. Maqsad sotish aka. sotish uka xolos. Keyingisiga mana. Gibrid shaydolariga, ishqibozlariga mana gibrid yaxshisi. Orqasida ekani qarang, kalla boshlarini ham qarang. Menimcha ovoz olaman degan akalarimizni xudo xolasi qalbiga tushaveradi, chunki istiral mol ekan. To'g'rimi? Strala xolos uka. Mana narigasi baqa qo'yib bermas ekan. Qo'yavermayapti, kichpirish. Arazlik qilib. Baqa Uka 95 ga olishaveradi bo'yini. Hop. Pulini qaring. Olsin 13 millionga. Duo qo'ysin, ha. Dohlisana jinday ko'pmasi kamini qilib beraman. Qish bitadi. Bitadi. Vodiga chiroyli kami bor. Bor, dohlasak. Endi bu yog'i mana kattalashib, hamyon boblariga qarab, Endi bag'i endi sal kattalagan hali bo'yini bitta ko'rsatib ketaylik, Azbek. Bayda hech juplamas ekansiz, siz? Yo'q. 1 metr? Ha, 1 metr. 1 metrga olish olsin. Plyus Bu demaylik. taxta metringizni ham oyda 3 sm haligisi bor ekan, teki tarafida. Nima deymiz aka buni? Buni ukading 13 million 300 ming so'm berishadi. Yana kamini qilib beraman. 13,5 berishaversin bo'lmasa. Yo'q, ukam unda ko'payib qoladi. Unda 13 million berilsin. Hop ukamda 13 million 200 ming berishsin. Ya, o 200 ming, 100 ming qo'yga ham 300 ming, 400 ming o'tib beryapti. Endi siz mol sotyapsiz-ku, so'radi. Savdo sunnat aka. Endi 14 qo'yib Yengil olasiz, arzon qo'yganingiz uchun vahima qilib so'rab, arzon 200 ming, 300 ming so'rab qo'yapman sunnatiga. Mehnat qilyapmiz, shuning uchun so'rab qo'yapti hali. Biz lafzimizga ishonib olayotgan akalarimizga. oldi, olsin uka 13 millionga. Ketaveradi, ha? Ha. Bo'ldi. Azbek beda bitta novos bor, Hop, bitta hunajim bor. oqbayir. Oqbayirlar ikkovi. 20 ta molni ichiga qo'yib berib, dalaga qo'yib bersangiz yoritib ketaveradi. Yoritib suyit kerak emas. Ha. Suyiti ham o'zida lampochkasi. Bo'ylari, xudo xolasa akalar bir plyusga boraveradi. Ha. Yoshliklari bir 7-6 oylik, ha? Shunaqa. Bo'yi 1 metrga olish olsin, plyus ham asli-yu. 1 metrga olish olsin ukading. Qonni ham zo'r ekan. Hop, ikkalasini ham qo'yaveramiz, hading. Hop. Bo'lmasa addenni ham qo'yib qo'yamiz keyin. Hop. Ikkalasini olsa 24,5 millionga yetkazib beraman ikkalasini. Biri xunojim, biri novvas. 24,5 ga? Ha. Ha, endi ayirmagachi? 20 ga bo'lsa 11 million so'm. 13,5 million so'm. Kami bor. Bor yana. Inshaalloh. Xudo xolasa balki 5 ta balki hammasini bir joyga olib qo'yishar. Ha, endi mana uni hali ishqibozlar maza qilib boqsin uka. To'g'ri. Duo qilib qo'ysin buni. Bag' endi Azbek, bu yerda yana xudo xolasa bag' hunajimga boshlangan variant endi. sigir yo'nalishigami yo bo'rdog'igami? Endi voy, ilojini boricha sigir yo'nalishga boqsa yaxshi. To'g'ri. Esli xulqi chiroyli sigir bo'ladi, ha? Ha, mana shu Alloh uka, xohlasa ko'rishsin, Maza qilsin, ha? Oyoq qo'llari ham holati ham o'ta chiroyli ekan. Cha bular hali tog'dimi olib Azbek sal arqonga turmaydi qarroq, lekin Inshaalloh. oyoq qo'li hamma yo'q xudo xolasa chiroyli vajlar.
Vaqt qo'ysin, maza qilsin. Istiralagani shu arqonga tushmagani chatag'andan. Endi 2 kunda o'rganib qolar uka. Ha, xudo xolasa. Bo'ylari 1 metr pelismi yo 1 metrmi? 1.5 ga olishaveramikin? Yo'q. Ha. Bo'ldi. O'zini shu ko'rsatmasa shoqi yo'qmi buni? Shoqi bor, kichkina. Indagana. Ha. 4 oylik atrofida buzoq uka. Xudo xolasa. Bu bitta o'zimi? Bitta o'zi uka. Necha pul bu? Uka bunga qarading. 12 million berishadi. Kamini qilib beraverim. Emas, ilojini boricha sigir yo'nalishiga, uka, hali go'sht yo'nalishi emas. Maza qilib boqsin. Go'shtga ol, ha. Go'shtgacha olib qolar uka. Gap yo'q. Hop, endiga keyingisiga gibrid ishqibozlarigami? Gibrid ishqibozlariga mana shu bu ham mulojin. Hop. Mana aka-ukalar. Xudo xolasa holatlari ham, kalla boshlari ham zo'r. Mana bittani ushlab olib, vahima qilib, o deb maqtab shov qilish kerak yo'q. Xudo xolasa akamiz shunaqa spokoysa olib, borini bor, yo'g'ini yo'q deb mol o'zini o'zi maqtasin, to'g'rimi aka? Xudo xolasa. Ha. Yana tomdan sahrab, u bu qilib, yo'q, unaqasi yo'q. Akalar yengil mana. Uka bo'ybasi 1.5 1 sant yarim sant, ha. Hop, necha pul deymiz aka buni? Tabaqa bo'lishi mumkin. Azbek 13 emas. Hop, 12.5 berishadi. Kamini yana jinday qilib beraman uka. ish bitadi, ha? Bitadi, Xudo xolasa. Keyingisiga mana aka. Keyingisiga monosi bor mana. Ilojini boricha bular endi Xudo xolasa hali gibrid bunaqa. Maqtamaymiz, o'rtacha. Mana shu qo'ng'ir shvet ekan bu aka. Mana shu mol. Sifat ekanmi? Yosh o'ylar qanday buni? Yosh oyliklar 4 oylik, 5 oylik atrofida uka. Bakam bitta surib yuboring aka. Hay maşallah. Mana qad qomatlarni qarang. Xo'p, aka nima deymiz? Buni ham shuna qolsin mayli, ikkalasini. Buni 13 million qo'yaman dedim ku, hading. Ikkalasini hading. 12.5 dan bersin. Jinday yana kamini qilib beraveraman. O'ta chiroyli narx bo'ldi lekin. Ammo jamada o'ta chiroyli narx bo'ldi. Akalar yana kami bor. Xudo xolasa, aytilayotgan narxlar muhim emas. Muhimi sizga olayotgan vajingiz yo'qsin bo'ldi, ish bitadi, to'g'rimi? Xudo xolasa, ha. Keyingisiga mana. Keyingisiga sariq olasidan. Hop. Ha endi gibrid emas uka. O'zimizda rasmiy mol haliga sut yo'nalishiga Xudo xolasa suskalarini ko'ring. O'ta obdor narsa. Ha. Bo'ylari necha? Bo'ylari 1.5 ga olish olsin uka. Ketaveradi, ha? 1.5 ga, ha. Mana aka-ukalar, Xudo xolasa maza qilib, spokoysa, chiroyligina istirali mol ekan. Olib boqing, duo qilib qo'yasiz. Nech pul aka bu? Uka bunga 13 million berishadi. Yana kamini qilib beraman uka. Bo'ldi, 13 millionga kami xayri bor, ha? Ha. Xudo xolasa aka-ukalar mana bu qarang. Mana Endi endi mana bu yerda yana bitta go'zalimiz bor. To'rtta tuyog'ini qarang. maza Oxiriga o'sha qilib o'ta chiroyli narsamiz ekan, ha? Xudo xolasa. Istirasi ham o'ta issiq, holati ham zo'r. Kalla boshlari ham o'ta ideal. Bo'ylari 1.5 plyusga olsin. asli o 3-4 sant pasaytyapsiz, ha? Asli 1.10 bo'lish kerak. Asli mashina. To'ppa-to'g'ri. Shunga aytyapman-da. Nech pul deymiz aka? Buni oxirisi bonus olsin. 14 emasga 13.5 berishadi. Yana kamini qilib beraman uka. Ketaveradi, ha? Ketaveradi, ha. Yaxshi. Xudo Xudo xolasa. xolasa mana aka-ukalar qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar sizlar uchun 24 ga yetdi. Videoda o'tkazib ko'rayotgan akalarimiz bo'lsa, manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Inshaalloh Saroy qishlog'imiz. Aka-ukalar, Azbek Uzdan ko'rdim deb aloqaga chiqasiz, ish bitadigan holatda. Video yoqqan bo'lsa, narx yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirib, bitta like bosib mehnat qadrlab turing.